Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir samarqandcha osh qilmoqchi edim. Birinchi marta qilishim. Kamchiligini kommentariyada yozib, to'g'rilab ketasizlar degan umiddaman. Samarqandcha osh menimcha hammaga yoqsa kerak. Biz aslida o'zi o'shlilar aralashtirib qilamiz, lekin meni xo'jayinimga ko'proq samarqandcha osh yoqadi. Shuning uchun birinchi marta bugun samarqandcha osh sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Qani ketdik bo'lmasam. Mana ko'rib turganinglardek zig'ir yog'imiz rosa qizib yaxshi nima bo'ldi. Bunga подсолнечный масло qo'yamiz. Go'shtlarni qovuryapmiz. Bu qanaqa go'sht deganlar, tovuq go'shtini suvli joylari bor edi, shularga ham qo'shib sovuryapman. Go'shtimiz ozgina qovurilib oldi, endi dalishi piyozni ham qovuramiz. Mana guruchni solib ham bo'ldik. Endi ozgina guruch suvni o'ziga tortguncha kutib turamiz. Yana mana azizlar, samarqandcha oshimiz ham tayyor. Qo'ldan kelgancha